Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, tomoshabinlar. Bugungi videomizda 70 metrga yaqin nasib bo'lsa o'sha beton jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Quyish jarayonini boshlaymiz. Hozir tushuntirib o'taman bir boshidan. Narx-navolarni keyingi videoda to'liq aytamiz. Karkasli bo'ladi. Oldin 60 ga o'sha 50 qilib quyilgan. Hozir biz balandligini 30, enini 40 qilib yana ustidan beton quyib chiqamiz. 70 metrga yaqin joy. Mana bu yoqlar bu. Ana o'sha oldin beton quyib ketilgan, mana yorilib ketgan ko'p joy yoriqlari bor. Mana mehmonxonani ham ko'rib turibsiz, yorilyapti mehmonxonaga ham. Hozir biz karkas to'qib ustidan beton quyib ketamiz. To'liq bu podval bo'ladi. Mana bu yer kavlanadi hali. Mana betonni kesib boshtirishdi buni oldog'i. Biz ustidan o'sha karkas to'qib beton quyib beramiz. Nasib bo'lsa narx-navolarni ham aytib o'tamiz keyin. Burchaklarni chiqarib cho'tki qilib taxlab beramiz. Qashqadaryo viloyat Kasbi tumani Yangi Do'stlik mahallasida ushbu joy. Va kuzatib boringlar, yangi obyektlarimizni ham ko'rsatib boraveramiz. Hozir nasib bo'lsa ustalarimiz ish boshlashdi. 60 mingdan o'sha karkasini to'qib quyib berilyapti. Metr olib kelinglar, metr o'lchab olaylik. Hozir metrajini ko'rib, o'shanga qarab armatura sementlar keldi, to'qib birdan o'sha apalavka qo'yib quyish jarayonlarini boshlaymiz. 60 ming so'mdan ustalarimiz quyishyapti mana shu metrga. Karkas to'qib apalavka qo'yib ustki qismini kuzatib boringlar. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana bu ayvon. Narigi xonamizdan 5 ta ochiq ayvon bo'ladi. Mana old tomonlari yangi uchastka bu. 12 sotixli mana. Kuzatib boringlar azizlar, nasib bo'lsa o'sha videoroliklarni chiqarib boraveramiz har kuni svej yangi. Patolog, aboy, ishlar beton, shkaturka, stяжка ishlarni ustalarimiz bor, o'zimiz ham qilamiz. Mana aboydan ortgan payti ko'rsatib boraveramiz. Mana shunday beton yorilmasligi uchun karkas qilib ketish kerak. Обязательно, sababi mana holatni ko'rib turibsizlar. Yorilib ketgan. Yangi uchastka holi. Ko'p bo'lgan bo'lsa 1 yil, 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil ham bo'lmagan shu beton quyilganiga. Tayinda qandaydir bo'sh bo'lganmi? Asosiy o'sha tagi bo'sh bo'lsa yeri o'sha sinib ketishi mumkin mana. Ko'rib turibsizlar, yomon yorilganligi. Endi biz karkas qilib ustidan boshqatdan cho'tki qilib qo'yib beramiz. Hammasini. To'liq kurgavoy ustidan beton qo'yiladi. Armaturalarimiz kelgan, o'zaga topka qilib boshlaymiz. 16 aprel 2025-yil bugungi sanamiz. Kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqacha video bo'ldi. Rahmat barchaga.